Hop, o'rtoqlar, yangi obyektimizda muammo bor edi. Stachkalari bo'lgan va to'pli pollari yurib bo'lgan. Biza turniket qo'yishimiz kerak, uстановка qilishimiz kerak. Turniketga uстановка qilish uchun biza kreplение qoqishimiz kerak bo'ladi turniketga. Olan kabelimiz chiqadigan joyi va turniket uстановка bo'ladigan joyi. Bu yerda esa mana bunaqa muammosi bor. To'pli pollar yurgan. Agar buni stachkadan qoqadigan bo'lsa, to'pli polni teshib qo'yish ehtimolimiz juda katta edi. Shuning uchun biz chiroyli yechim qildik. Hamma joyi razmerini oldi va mana bundoq teshib chiqdi. Endi mana bunaqangi to'pli polga tushib qolmaslik uchun biz shtir qoqamiz. Hozirgi paytda shtir qoqamiz, ustidan stachka bo'ladi. Shayba qo'ydik, gayka qo'ydik. Buni tortganimizda yana ham mustahkam bo'ladi va turniketimiz hech qayerga o'ynamaydi. Davomini kuzatib boringlar.